Ichimda bir ovoz bor. Dunyoga kelibmanki, o'zimniki deb o'ylagan o'sha ovoz bor. Hech to'xtamagan, har doim shivirlab turgan ovoz. Kimdir uni ichki ovoz desa, yana kimdir uni menlik deb ataydi. Ammo eskilar buni nafsning ovozi, nafs deb atashadi. Nafs zahardir, nafs dushmandir. U hech qachon tin olmaydi. Sizning ham ichingizda bir ovoz siz bilan gaplashadimi? Siz jim bo'lgan paytingizda ham u gapiraveradi. Shundaymi? Quloqlaringizga nimalarnidir pichirlaydimi? Yolg'iz qolgan paytingizda bu g'alati ovoz siz bilan so'zlashadimi? Men siz bilan dardlashadigan o'sha nafs haqida hikoya qilib beraman. Shunday ekan, bu kitobni nafsingiz tilidan xitob qilinadigan bir hikoya deb qabul qilgaysiz. Ammo shuni bilingki, qalbimizga mana shularni vasvasa qilgan ham nafsimizdir. Bizlarni ishdan qoldirgan, aldab-suldagan ham nafsdir. Va hatto ichingizda bir ovoz sizga bu kitobni aslo o'qima deyotgan bo'lsa, bilingki, bu ham ana o'sha nafsning ovozidir. Gapirishdan ko'ra yozish osonroqdek, yaxshiroqdek tuyuladi gohida. Garchi qiyin bo'lsa-da, men ham gapirmay, faqatgina yozaverdim. Sahifalarni qoralaverdim. Siz uchun, aynan siz uchun yozdim. Har bir kitobning o'z egasi bor deydilar. Ajab emaski, bu kitob faqatgina siz uchun yozilgan bo'lsa. Ushbu kitob nafsiga qarshi kurashib valiylik darajasiga yetgan aziz Mahmud Xudoyi hazratlari haqida yozilgan. Inson nafsini yengdim deb o'ylab adashadi. U ma'lum muddat jim turadi. Insonni bir zumga ham tark etmaydi. Uni hamisha ta'qib qiladi. Zero nafs o'lmaydi, o'zini uxlagunga soladi. Hurmatli kitobsevar kitobxonlar, nafs haqida hikoya qiladigan ushbu kitob bilan tanishib chiqishingizni maslahat beramiz.